Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Andijon shahar To'xtakeldiyev 5-tor ko'chaga qurilgan metin pechni ko'rib o'tamiz. Bu qurilgan model poligon plus panel modeli bo'lib, ikki xona uy o'rtasiga qo'yiladi. Xonaning o'lchami 5 metrga 3,5 metr. Yoqilg'isi o'tin, ko'mir, gaz, isitish maydoni 140 kub metr yoki 4 ga 5 metrli ikkita xona. Bu birinchi xona bo'lib, pechni oldi tomoni edi. Endi orqa tomonini ko'rib o'tamiz. Bu orqa tomonida esa bitta duxovkasi mavjud. Ikkinchi xonaning o'lchami esa 4 ga 3,5 metr. Pechni ikki tomonidagi paneli devorni yorilishini oldini oladi. Gaz turbi uchun ikki tomonida joy bor. Xohlagan tomoningizdan o'tkazsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling.